Faqul hasbiyallohu va ni'mal vakil. Albatta Alloh taolo ojizligini ma'lumot qiladi. Xushyorligini o'zingga lozim tut. Agar bir ish seni yengib qo'ysa, ya'ni hamma ishni qilib bo'lganingdan keyin ham sen aytgandek bo'lmayotgan bo'lsa, endi qo'lingda hech narsa yo'q. Shunda ayt, hasbiyallohu va ni'mal vakil. Meni hisobim Allohning qo'lida. Va naqadar Alloh zo'r vakil. Ya'ni mo'ljallab turib qo'yardingiz kamonda o'qini kiyikka qarab. Endi u yog'iga tavakkal deng. Tushunarlimi? Cho'zdingiz, kiyikni tezligini rashyotini oldingiz, turib shamolni rashyotini oldingiz. Cho'zib turib qo'yardingiz. Endi u yog'i ol, endi bu yog'iga tavakkal. Bu yog'iga hasbunalloh. Kiyik maqada turgan bo'lsa, maqaratni otib turib tavakkal desiz, qana bo'ladi? Lekin ta'sir shuna qo'yib qo'yganmiz, semirib ketyapman deydi. Shu yerda o'tirib turgani ham qiynalib qoldim, bo'lmayapti deydi. Allohga tavakkal qilib turibman, bir gal bo'lar dedi. Sen ovqatni oz yetur,